Oxirgi marta qachon gul berdim sizga? Oxirgi marta eslamayman. O'zi bermagansiz. Yo'qdi degan umiddamiz. Menga o'zi siz bergansiz. Floriya Jizzax nomeradi. O'zi har doim shu yerdan olaman. Onang qaysi ovqatni yaxshi ko'radi? Ayman ovqatni yaxshi ko'radi. Bittasini tanla. Bo'pti, buni ko'p qiynash niyatim yo'q. Go'zal opa qaysi ovqatni yaxshi ko'radi? Ko'p birga bo'lasizlar-ku. Osh. Oshmi? Telefon qilib isbotlaymiz. Agar haqiqatan oshni yaxshi ko'rsalar. Bilmadim. Ishqilib osh deng. O'zi uydagi gulim quriy turadi. Biz osh nega telefon qilyapsan desa. Az qo'shiq aytibdi-da, Go'zal opam Versalda nerda to'yda. To'g'ri to'yga kirib olamiz. To'yxonaga kirib kirib boramizmi? Ketdik. Qiziq bo'ladi. Telefonni ko'tarmadilar, hozir Versal restoranda to'yda xizmatda ekan. To'yxonaga kirib boramiz hozir birgalikda. Ketdik. Do'stlar, biz Orzu bilan hozir Versalga kirib kelyapmiz. Hozir ichkarida Go'zal opa qo'shiq aytayotibdi. Hozir so'rashga harakat qilamiz. Qaysi ovqatni yaxshi ko'rasiz? Osh! Gap yo'q! Boshqasi xullas narigi gulni Go'zal opaga berdim, senga boshqa gul beraman. Men osh dedim. Hozirgi gulimizni o'zi asli Orzuga berishimiz kerak edi, pushtisini. Lekin Go'zal opam ham xursand bo'lsin deb Go'zal opamga berdim. Chunki ayol kishi juda ham gulni yaxshi ko'radi. Ushbu gul sizga yoqdi degan umiddamiz. Menga o'zi ham qidirsa, siz bergan qidirsa. Boshimga mos bo'ldi. Bitta Orzu uchun like bosib qo'yasizlar. Komment ham yozarkansiz.